Bittasi men bilan tortishyapti, internetda tortishyapti. Ana shu hozir bu savolda o'qilgan nima? Siz bosh yalang namoz o'qish makruh debsiz. Menga gapingizni rostligini Qur'onning oyati bilan yoki sahih hadis bilan isbotlab bering. Agar bosh yalang namoz o'qish makruh bo'lsa, hajda bosh yalang yurilmas edi. Umrada bosh yalang yurilmas edi, deyapti. Keyin men aytdim, to'g'ri, lekin hajda, umrada bosh yalang yurishning o'zi ibodat. Bu ko'rsatmalar bilan kelgan. Lekin Rasululloh akram alayhisolatu vassalam, sahobalar, tobiinlar va o'tgan ulamolarni, fuqarolarni hammalaridan birortasi oddiy holatda bosh yalang namoz o'qiganini birov ko'rgani yo'q. Mana shundan hujjat kelgan. Shu bilan birga haligindek bosh yalang namoz o'qisa namozi qabul bo'lmaydigan gap ham yo'q. Makruh va